Xo'p, hamma har xil savol beryapti va u aka aytayaptiki, meni qo'yim 100 tadan oshdi deyapti. Men endi qaysi kasalliklarga e'tibor berishim kerak deyapti. Bir yilda bir emlanadigan kasalliklari bor chorvani ham. U qaysi kasalliklar? Masalan, chechak. Chechak o'spa deysiz. Masalan, yuqori istimalab chechak toshib ketib badaniga, hozir mana bizni kuzatayotgan aka-ukalarimiz qo'yida ham bor-da shu. Bu qanaqa kasalligini o'ylanib o'tirishibdi-da hozir shular. Mana bu videoni ko'rgandan keyin, buni davosi bor ekan, mana ukol qilish kerak ekan, darrov chiqadi. Chiqardim, endi hali bitta ikkita tanjoni sog' bo'lsin, negativ akalar ham bo'ldi. Ha, ukol qilaveradimi deb. Ha, birazotni qilmasa qo'ydan ayrilib qoladi, qirilib ketadi qo'y. Birazotda shuni ham bir tomoni borki, eng katta qo'yiz bo'ladi-da. Yetilib bor ekan. Yetilib bor edi. Ariq qo'y bo'lmaydi-da unda. Semiz qo'y ketib qolaveradi-da, 2 kunda tashlab bo'lib qolaveradi. Ichki organ qisadi. Hamma antibiotikni qilib tashlabdi. Millionlagan pul sarflabdi. Antibiotikni 5-6 xil antibiotik har xil nima qilgan. O'sha yana xarajat ham bo'lgan, immuniteti ham tushib ketgan qo'ylarni, vitamin ham qilgan, qurtiga ham 5-6 martadan tashlab qurtiga. Ariqlarda bo'yida ko'katlar chiqdi. Biz chorva hayvonini bozordan sotib olyapmiz, yo dalalardan olib kelyapmiz, uyda baqyapmiz chekkalarda. Ariqlarda bo'yidagi o'tlarda ko'proq pashalar o'tirib qo'yib qurt bo'ladi. To'g'ri. Bunga ichak qurtiga, jigar qurtiga bir oyda bir ichirib turish kerak. Hali dorimiz bor-ku, mana qo'yib o'tasiz. O'sha jigar bilan ichak qurtiga bir oyda bir erinmasdan ichirib tursa, shu hozirgi olgan 2 millionlik qo'yini kuzga borib 6 million sotib oladi-da. Vaksina qilgandan keyin iloji boricha qo'yga 3 kun tegmash kerak, hech qanaqa doriga. Iloji boricha og'riq bor qo'yda. Inqillab turibdi. Keyin vaqtda osh suzadigan bo'lib qoldi. Hali nima bo'lib. Osh deb olib turib keyin qarayman deb osh deb qaytib kelsak qaytib qoldi. Xonam o'lgan. Xonam o'lgan. Uje masalan, shu narsa jicha befarq bo'ldik, buni qo'ldan chiqardik. Assalomu alaykum chorvadorlar, assalomu alaykum. Toshpo'lat ota kanali kuzatuvchilari va Zohidjon akam muxlislari, sizlarga bugun foydali ma'lumotlarni yetkazamiz deb, xudo xolasa Zohidjon akam oldiga uzoq muddatli kutilgandan keyin keldik. Aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Bugun bir ajoyib ma'lumotlar bergani kelganmiz. Bir savollar ko'paygan. Mana internetda o'zizga ham, bizga ham savollar nima qilib, asosiy xudo xolasa kasalliklarda shu xalqqa sal foydali bo'lsin. 5 ta qo'yi 10 ta bo'lsin deb kelyapmiz aka. To'g'ri. Xudo xolasa hozirgi kunda nima, mana birinchi o'rinda nimaga, mana o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, mana hozir kunlar ham tez isib ketdi. Nimaga e'tibor berishga biz siz bir tavsiya berasiz? Azizbek, avvalo xalqqa manfaatli video bo'lsin. Xudo xolasa hammaga foydali, yangi baxtga boshqalarga bir qandaydir bitta ikkita harfini o'rganish bo'lsa ham, shundan foydalanishsa biz xursandmiz. O'zlarida ham tajriba bo'ladi. Tajribali bo'lishadi. Biz bu chorva sohasi bo'yicha savol javobimiz tugamaydi. Siz bilan men tugatolmayman. To'g'risida bizdan oldingilar ham tugatolmagan chiqib kelaveradi. Yangidan yangi savol, yangidan yangi javob deydi. Mana endi hozir men kecha vistivkalarga bordik. Borganimizda menga bitta akaniz bitta savoli zo'r nima bo'ldi-da. Eng zo'r savol deb topdim o'sha akaniki. Xo'p, hamma har xil savol beryapti va u aka aytayaptiki, meni qo'yim 100 tadan oshdi deyapti. Men endi qaysi kasalliklarga e'tibor berishim kerak deyapti. Qani 10 tada boshqa savol, 100 tada boshqa savol. 100 tadan oshdi. Mana Allohga shukr, kanalingizni kuzatib yurib, qiziqib 100 tadan qo'ydi oshirdim dedi. Jizzaxli aka ekan. Men endi qaysi kasallikka e'tibor beray dedi. Mana zo'r savol shu. Tak 100 tadan oshdimi? Endi faqat jigar, yurak, o't, masalanda gangirvosh ekan deb yurmasdan, endi yuqumli kasalliklarga ham e'tibor qaratish. Virusli kasalliklar. Virusli kasalliklarga nimaga? 100 tadan oshgandan keyin bari davlatingiz ashita bo'lib qoladi, ancha mablag'ingiz bu biznesda. Bu birinchi o'ch. Bir yilda bir emlanadigan kasalliklari bor chorvani ham. U qaysi kasalliklar? Masalan, chechak. Chechak o'spa deysiz. Masalan, o'shini qilmasangiz, masalan, biz o'sha kasalliklarga tushib chiqqanmizda qo'ylarimizda. Yuqori istimalab chechak toshib ketib badaniga, hozir mana bizni kuzatayotgan aka-ukalarimiz qo'yida ham bor-da shu. Bu qanaqa kasalligini o'ylanib o'tirishibdi-da hozir shular. Mana bu videoni ko'rgandan keyin, buni davosi bor ekan, mana ukol qilish kerak ekan, darrov chiqadi. Misol, shu chechakka bir yilda bir qilish kerak, bu bir. Qorason.
Mana o'zingiz bilasiz. Vaksinasi Emkar, infuzormentozniy karbonka deydi. O'sha Emkar, Xorason, o'zbekchasiga Xorason deyishadi. O'sha ashlarga emlash kerak. Birazot mana. To'g'ri. Birazotni chiqarganimizda men video qilib birazot kasalligiga chiqardim. Endi hali bitta ikkita tanjoni sog' bo'lsin, negativ akalar ham bo'ldi. Ha, ukol qilaveradimi deb. Ha, birazotni qilmasa qo'ydan ayrilib qoladi. Qirilib ketadi qo'y. To'g'ri. Degani ham to'xtata olmay qoladi degan. U ta'sir qilmaydi. Siz negativ yozilgan borsiz uyda o'zi qo'y baqmaydi o'zi. Tushunmaydi, dori qilaveradim deydi. Birazotni qilmasa bo'lmaydi uni. To'g'risida men rahmat aytdim. Yuragiga suv to'planadi. Nafas qisadi qo'yda uje temperatura ko'tarilib ketib, yuragida suv to'planadi. Nechta aka-ukalar rahmat aytdi. Masalanda ko'pchilik masalan 30 ta 50 tadan qo'y olib chiqishib turib, masalda birazot qilishni bilishmaydi. Tashqariga olib chiqqandan keyin hali yuragiga suv to'planib, so'yib yuborib, birazotda shuni ham bir tomoni borki, eng katta qo'yis bo'ladi-da. Ha. Yetilib bor ekan. Yetilib bor edi. Ariq qo'y bo'lmaydi-da unda. Semiz qo'y ketib qolaveradi-da, 2 kunda tashlab bo'lib qolaveradi. Ichki organ qisadi. Ha, semiz qo'y bo'ladi. Ashunda masalan, aka yilda deydi 10 tacha pateriya qilardim. Rahmat birazot bitta ham bo'lmadi deb rahmat aytdi. Endi aka 10 ta pateriya qilayotgan degan odam bitta qo'yda ham pulini sarflamaydi shuncha qo'yga. Yo'q, shu endi buni vaksina olmasak, qo'yga qilmasak bo'lmaydi-da. Bu bir birazot. Ostrifacillus. Mana jigarda qurti bosadi. Ko'pchilik birazot bilan ostrifacillosni bir xil deb o'ylaydi-da. Hali jigarda urib yoradi-ku u. Bunda yurakda sariq suv chiqadi, lekin bularda jigar asosan jigar effekti nima bo'ladi. Endi biz shu holatlarga tushib chiqqanimiz uchun haligi hozir 50 ta olyapman, 100 ta olib baqyapman degan akalarimizga shu holat kuzatilsa, buni davosi bor ekan-ku deb darrov topib ukolini qilsa to'xtaydigan narsa demoqchiman. To'g'ri aytyapsiz Zohidjon aka, yaqinda bir voqea bo'ldi. Bir akamizda yana bir kasallik pasterlyoz degan kasalligi bor. Ularda 400 ta qo'y bor ekan. Kelyapti, qanaqa joyda boqasiz dedim. Zakkash joymi boshqa hamma informatsiyasini oldim. Qo'y sog'lom, adirda yuribdi, hamma informatsiyasi zo'r. Vaksina qilgan bitta pastor 1 yil oldin, 1,5 yil oldin qilgan qilmay qo'ygan. Oldin chiqqan, keyin e'tibor bermaganman deyapti. Hamma antibiotikni qilib tashlabdi. Millionlagan pul sarflabdi. Antibiotikni bir 5-6 xil antibiotik har xil nima qilgan. O'sha yana xarajat ham bo'lgan, immuniteti ham tushib ketgan qo'ylarda, vitamin ham qilgan, qurtiga ham 5-6 martadan qilib tashlabdi qurtiga. Nima boshqa tomonda kasallik, pasterlyoz vaksinasini qildi, bo'ldi. To'xtadi. Shuncha tajribali veterinarlarga o'zini chaqirib, bir qator maslahat olsanglar, avvalambor bu biznes, to'g'risi. Keyin jonivor ham oldin olgan bo'lasizlar. To'g'ri. Keyin hozir eng kerakligi, hozirgi paytda mana o'sha ariqlarda bo'yida ko'katlar chiqdi. Biz chorva hayvonini bozordan sotib olyapmiz yo dalalardan olib kelyapmiz, uyda baqyapmiz chekkalarda. Ariqlarda bo'yidagi o'tlarda ko'proq pashalar o'tirib qo'yib qurt bo'ladi. To'g'ri. Bunga ichak qurtiga, jigar qurtiga bir oyda bir ichirib turish kerak. Hali dorimiz bor-ku, mana qo'yib o'tasiz. Qo'yib, ekranlarni qo'yib o'tamiz. Alba Max 10% 10 kiloga 1 grammdan jigar qurtini olish uchun 5 kiloga 1 grammdan hisoblab qilasizlar. Faqat e'tibor berasizlar. Dozasini biz hali o'zbekda qo'shib oladi-yu. Dozasini qo'shib olmaysizlar, me'yorida qilib berasizlar. Inshaalloh yaxshi ta'sir qiladi. O'sha jigar bilan ichak qurtiga bir oyda bir erinmasdan ichirib tursa, shu hozirgi olgan 2 millionlik qo'yini kuzga borib 6 million sotib oladi-da. Yaxshi noyabr, dekabrga olib borib turib, qishlarga olib borib turib, raza baquvvat qilib baqsa, 2 milliondan olayotgan qo'zisini. Lekin o'sha 2 milliondan olgan qo'zisiga o'sha ichak qurtini boshqani bermasa, qo'yim o'g'nalmayapti, katta bo'lmadi deb turib ashpatga borib 3 million, 3,5 million sotadi. To'g'risini aytaverish kerak-da. Tozalab yurish kerak ichini. Albatta. Keyin ko'pchilik aka jigar faqat tashi ozdirib yuboradi yo bo'lmasa ishtahasi bo'g'adi, boshqa deb tushunar ekan. Mana qo'yda jigar qurtida belgilaridan bittasi jag'ini tagida to'pdek bo'lib ishadi. O'shani ajratishni ham nima qilasizlar? E'tibor qilasizlar. Urib olgan holatda ham ishib qoladi, boshqa lekin jigar qurti ham ishadi. Keyin
faqat qurtdan sog'lom yuraveradi ham, siz aytmoqchi, sog'lom yuraveradi, yeb ichadi, kuzgacha ham yashayveradi, siz aytmoqchi. Faqat o'g'nolmaydi ham, jigar ham nima bo'lmaydi. 3,5-4 million olib qoladi. Ha, buni tozalab yursangiz 5,5 million, 6 million o'lmay yashayveradi ham, boshqa qiladi. Yashayveradi, lekin nosog'lom bo'lgandan keyin endi mana ko'pchilik hozir qo'zi olyapti. o'sha yem deydi. Yo'q, qo'zi olyapti. Masalan, qo'zini olyapti, masalan, olib kelishi boqyapti-da, hali ichak qurti bilan jigar qurtini tozalab, moshni qilib, paftori bilan urib, zo'r qilib olsa, haligi misol, ashpaytda 4,5 million sotadigan qo'zisini 5,5 million sotadi, 6 million sotadi misolda. To'g'ri. Xatolardan ham o'zimizga kelib yo so'rashyapti hamda. Shunaqa xatolar qilishar ekan, 2 kunda, 3 kunda berar ekan qurt dorini. Bunaqa qilmash kerak. Bu siz aksincha yana ham ziyon qilasiz. Sog'lom qo'y har kuni zaharlaysiz, bettar zaharlaysiz bu narsani. Har qanday qurt dorini bersangiz ham zaharlaysiz qo'ydi. Ertaga o'ziga, cho'ntagingizga ham, qo'yga ham jabr qilasiz. Azizbek, jigar qurti bilan ichak qurtini masofasi men bir hafta qilaman. Siz ham shunaqami? Bir haftada ichirish kerak. Ichirib ol. Chunki aytyapman-ku. Keyin vaksina to'g'risida yana bir to'xtataylik aka. Vaksina qilgandan keyin iloji boricha qo'yga 3 kun tegmash kerak hech qanaqa doriga. Iloji boricha faqat immunitet ko'targani imkon qadar birga qilsa bo'ladi. Immunobaza ekranga qo'yib o'tamiz. Umuman tuyoqchirishlariga ham yaxshi bo'lyapti. Keyin immunobazani o'sha billa vaksina bilan qilsa, qo'yni sal tezroq nima qiladi. Chunki u живой, ya'ni tirik virus vaksina isitma chiqaradi yo hosillantiradi. Siz masalan 500 ta qo'y boqadigan har bittasini ushlab immunitetini tekshirib o'tira olmaydi. Vaksinani ham o'zini qilish mavsumi, davrlari bor. O'ta zakkash nam kaytida qilib bo'lmaydi. Va erta bahorda, kuzda mana bilsangiz, asosiy o'zi bizni nimamizda, iqlimimizda yanvar oyidan boshlasa bo'laveradi. Yanvarda oxiri, fevraldan boshlasa bo'laveradi. Biroz o'tlardi, nimalardi. Keyin bir xatolar bor. Endi hammani endi aysiz biz bilamiz, boshqa biz ham o'zimiz tajribamiz, mana siz ham o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib qilasiz-da, masalan. Hamma o'zini. Ha, shu endi aytasiz, kimdir o'ziga to'g'ri deganini qiladi. Masalan, asosiysi o'sha biz aytib o'tgan pastertliyoz, brazot, boshqa yana bir vaksinalar aytib o'tdik. Bu vaksinalarda o'zingizning hududiy veterinariy vrachlaringizdan so'raysizlar bu narsalarni, aptekada sotilmaydi. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. To'ppa-to'g'ri. Vaksinalar. Ha, vaksinalarni nima qilib o'zini hududiy nimalaringizdan so'raysiz. Chechak vaksinalarini aytsizlar. Aka, mana shu paytga kelguncha sizda ham bir yo'qotishlar bo'lgan o'zi, ha 50 ming so'm ekan u, 100 ming so'm ekan u, yo'qmasa arzimagan pulga shuncha narsani qildim deb bo'lgan, ichingizdan o'tgan. Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. Bu aytyapman-ku, mana hali bir kun bozordan bir 60 kilolik qo'chqor olib keldik, 50-60 kilolik zo'r narsa. Shu shomlarda bozor kunlikda olib keldik, misol bozordan qo'yga qo'shamiz-da. Olib kelsak, shu qo'y qiynalyapti-da, bilinib turibdi. Haligi qandaydir ori bor qo'yda. Inqillab turibdi. Keyin ba'da osh suzadigan bo'lib qoldi. Hali nima bo'lib. Osh deb olib turib, keyin qarayman deb osh deb qaytib kelsak, qaytib qoldi. Xorom o'lgan. Xorom o'lgan. Uje masalan, shu narsa jicha befarq bo'ldik, buni qo'ldan chiqardik. To'g'risida. Lekin shunga biz paytda biz qoni qo'yiqlashib ketgan u qo'yda aniq bilinib turibdi, so'ygandan keyin ko'rdik, bo'kib qon qo'yiqlashib ketadi-ku bo'kkanda. O'shini sirazi tomirdan quyib yoki qorniga yordam berib, biz haligi aspirinlarni ichkizib qolib qonini suyultiradigan, mana bu hali nima hozir nima beryapsizlar-ku, zakazit. Zakazitlarni quyib boshqa qilganimizda biz balki topardik. Xudodan bag'oy, mana shunaqa holatlar bo'lgan. Shungacha bee'tibor qolib, quruq qoldik. Vaksinadan ham bee'tiborli bo'lgan, shunaqa bosh ishni boshlanib hammada bor bo'ladi. Bu narsa vaksinani erinmasdan qilish kerak. Bir yilda bir 2 xil, 3 xil kasallikka qarshi kurashib bo'lsa, bo'ldi. U qo'ydi sog'lom baqib yursa bo'laveradi. To'g'risi qaramasangiz bo'lmaydi-da, qarab turish kerak. To'g'ri, hamma narsaga qarovchilik nima qiladi. Chunki inson o'zini har kuni o'zini o'zi parvarish qiladi. Masalan, achchiq yemaysiz, shirin deysiz, shirin yemaysiz, achchiq deysiz. Shu o'zingiz bilasiz-da, bu qo'ydi siz biz parvarish qilmasak, bular zaharli o't nima, boshqasi nima, unaqa farqiga bormaydi. O'zini o'zi nobud qilib qo'yishi mumkin. Bo'kkanini ham bilmaydi. Shu. Boshqasini ham bilmaydi. Foydali ma'lumotlar bo'lyapti deb o'ylayman, xudo xolasa. Like bosasizlar, avvalambor duo qilib qo'yinglar. Rahmat. Rahmat katta.